Mubolag'asiz 21-asrning eng chiroyli markablaridan biri. Sport, komfort va statusini bir joyda jamlagan Cadillac Escalade Sport Platinum va uning eng baland opsiyalaridan biri Executive Second Row Seating paketi. Mani nazarimda Cadillac Escalade va Range Roverning oldida BMW X7 va GLS 450 ning sotuvi ancha sustlashganga o'xshaydi. Bu borada siz nima deb o'ylaysiz? Haqiqatan sotuvi pasaydimi yoki insonlar bir xillikdan zerikdimi? Ko'p holatlarda bu avtomobil haydagan insonga xarajatini farqi yo'q, chunki bu 602 litrli haqiqiy amerikanskiy atmosferniy bo'ladi va shakldagi 8 silindr 420 ot kuchida. Sport Platinumning eng maksimalniy komplektatsiyasi bo'lganligi uchun premialniy AKG akustikasi 36 dona bo'ladi. Avtomobilimiz yevropeyskiy spetsifikatsiyada bo'lganligi uchun touchpadlarida yoki monitorlarda ham russkiy tekstlari bo'ladi va avtomobilimiz short body bo'lganligi uchun avtomobilimiz juda ham ixcham bo'ladi. Eslatma uchun long body, short body, oddiy kapitanskiy bor va VIP Executive Second Row package o'rindiqligi ham sotuvda bor. E24 diska, pnevma podveska, elektronli paroklari va eshiklari avtomatik tarzda bo'ladi. Ochib ko'ramiz. Narxi esa bor yo'g'i 145 ming AQSh dollari, yana kunlik narx beramiz. Bu va bunga o'xshagan boshqa eksklyuzivniy inomarkalarning narxi, bojxona to'lovlari va batafsil ma'lumotlari qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.